Qadrli tomoshabinlar, sizlar bilan navbatdagi loyihamizni ko'rib chiqamiz. Bu loyihamizning tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga ko'cha tarafdan ko'rinishi 21 metr 40 santimetrni, eniga yon tarafdan ko'rinishi 12 metrni tashkil etadi. Uyimiz umumiy holatda 5 xonani tashkil etadi. Mana bu holi bilan hisoblaganimizda 6 xonadan iborat. Ko'cha tarafdan kirganimizda 12 metrli uzungina darvozaxonamiz joylashgan bo'ladi. Bu darvozaxonamizga ikkitagacha mashinani bemalol joylashimiz mumkin. Uyga kirish xodlari ikki taraflama qilingan. Biri ichkari hovli tarafdan bo'lsa, ikkinchisi mana bu darvozaxonamizdan bo'ladi. Darvozaxonadan kirganimizda o'ng tarafda kattagina mehmonxonamiz joylashgan. Bu koridordan mana bu holimizga o'tadigan bo'lsak, bu holimiz oilaviy dam olib o'tirish uchun kundalik xona o'rnida foydalansak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu holimiz orqali mana bu oshxonamizga kirishimiz mumkin. Bu oshxonamiz ham anchagina keng holatda bo'lgan. Mana bu navbatdagi xonamiz, bu bolalar xonasi uchun mo'ljallangan. Bu bolalar xonasidan keyingi mana burchakdagi xonamiz kattalar yotoqxonasi uchun mo'ljallangan. Bu yotoqxonamizning o'ziga alohida dushovoy qilib ketilgan. Koridor oxirida esa umumiy yuvinish xonasini ko'rishimiz mumkin. Chap tarafdagi mana bu so'nggi xonamiz. Bu hammani o'zining holatidan kelib chiqib, bu xonadan kattalar yotoqxonasi yoki bolalar xonasi o'rnida foydalanishi mumkin. Bu hammani o'zining holatiga qarab bo'ladi. Qadrli tomoshabinlar, agar sizga bu loyihamizning to'liqligicha chizmalari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamga aloqaga chiqib, o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmagan holda keyingi loyihalarimizni kuzatishda